Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli izleyiciler. İslam Biz programımızın 107. bölümünü görüşünlerini kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yalğın. Qadirli görürmelerimiz, hem Allah'a məlum boğandek, uzun dünyan devam kılıvatkan bu programımız. Her bir Müslüman digeçi çokum dinide çokum delil, ispat, yani Kur'an ve sünnet ruhiga uygun şekilde düşünüş gerek boğan. Xilma-xil mavzularni ayrım temaga şekilde uzunlağa sunup kelyapmiz. Allah subhanahu wa taala söylengen barlıq temalarga layıqıda onu to'g'ri tushunib ve şu şekilde amel qilish ne'matini ato qilishini tilaymiz. Programımızın daimlik mehmoni amalatını bo'lgan hurmatli ustoz Sharq Turkiston ulamolar birligi a'zosi shundoqla dunyo musulmon olimlar birligi a'zosi Abdurahmon Jamal Kashg'ariyni taklif qildik. Qimmatli vaqtini chiqarib qadam tashrif qilganlik uchun ko'p rahmat aytamiz. Allah razı olsun. Qadirli ko'ruvchilarimiz, programımız YouTube ve Facebook kanallarımız orqali naq maydonda tarqatilyapti. Ekran aldı chiqib turayotgan nomerimiz shunaqla ijtimoiy uchur vositalaridagi aloqa vositalarimiz orqali programmamizga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa, berishinglarni, savollaringlar bo'lsa, so'rashinglarni umid qilamiz. Shunaqla ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanishi uchun ham baharlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Unda olsa bugungi temamizga kelsak, tunugin biz e'lonimizda bergandek temamiz ijtimoiy uchur vositalarining o'chmanlik paydo qilishdagi roli degan temani qo'ydik. Çünkü hemmizge ma'lum bugün erkin dünyada yaşayotgan her birimiz bu uçur vasıtalarının ki xalığan narsimizni deyish, onu hem bahirlash puristidin ko'nglimiz xalığancha har xil şekilde paydalanıp xalığanni yozdigan, xalığanni so'zlaydigan bir sorunga aylanib qolganligi. Albatta bu programmalarning ichida ba'zi bölümlerdimi dikkat qilishga tegishli musulmonning axloqqa rioya qilgan şekilde o'zining musulmonligiga loyiq bir şekilde ishiltish kerakligini ba'zi temalarga munosabatlik mavzularda so'zlagan bo'ldik. Bugun maxsus shu uchur vositalarini bo'lib shu o'chmanlik paydo qilishga rolini buni qanday ishiltish va buning ko'riladigan choralar degan temalarda vaqtimizdan yetgancha paranglashishga tirishimiz. Unda qolsa bevosita programma kirib kelsak ustozimiz shu oldi bilan ijtimoiy uchur vositalarining o'chmanlik paydo qilishdagi roli haqida bir qancha ma'lumot berib oldi. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamsına peygamberimizge dua selamlar olsun. İctimai aloqa uchur vositaları iki bislik bir kural. Bunun ijobiy tarafı var, salbiy tarafı var. Yoki foydali, foydasiz tarafı. Hem biz vatanninki dardini, millatning dardini, millatimiz duch kelayotgan irqiy qirg'inchilikni anglatish tayinlayotgan vositalar qarasa, bu ijobiy taraf. İctimai uchur vositalari yomon keng, internet, kamera, mikrofon, radio, telefon va shunga o'xshash köpleyen kişiler kullanılan Facebook, WhatsApp ve ondan başka vasıtalar mesela bu ictimai uchur vositalar qatoriga. Bunu yaxshi tarafga ishlatgan bo'ladi, yomon tarafga ishlatgan bo'ladi. Köpleyen qarindoshlarimiz buning ijobiy taraflari haqida, foydali taraflari haqida to'xtaldi. Bugun biz buningki salbiy tarafi haqida to'xtalmoqchi. Shuni qaraydigan bo'lsak, ba'zi bir shaxslarning o'zimizning ishchiligi qarindishimiz deb qaralgan, musulmon deb qaralgan, bu millatning bir avlodi, farzandi deb qaralgan. Bu millat uchun, vatan uchun kurash qilinyotdi. Ya kurash qilish kerak deb qaralgan ba'zi shaxslarning o'z millatining aqidasiga hujum qilayotganligi, millatining qimmat qarashini parchalash urinayotganligi, kimligini parchalash urinayotganligi, milliy qarindoshlikqa hujum qilayotganligi va diniy qarindoshlikqa hujum qilayotganligidek bunday alomatlarni yoki bu ko'rinishlarni ko'rgani bo'ldi. Endi bu yuqorqi nachar ishlarningki paydo bo'lishida yoki shakllanishida yoki rivojlanishida aktiv rol o'ynayotgan omillarning biri dal ijtimoiy aloqa uchur vositalardan iborat. Xo'sh. Shuningdek yana bu ijtimoiy aloqa uchur vositalarining nurg'un salbiy taraflari bor. Diqqat qilmasak bizni halokat boshlaydi. Masalan, ba'zi shaxslar, ba'zi tashkilotlar, ba'zi aqimlarning bir-birini yomon ko'rishi, bir-biriga o'chmanlik qilishi, bir-birini e'tirof qilmasligi, bir-biriningki
yüzünü töküşü, özünü qo'llamagan bo'lsa, yoki uning safiga kirmagan bo'lsa, u odamni dushman qatorida muomala qilishi, o'rtaq nuqtalarni tepib yaqinlashishning o'rniga ijtimoiy aloqa uchur vositalar ishlab bir-birisiga zarar berishi, tashkilotidan yoki tavallikidan yoki iqimi yoki jamoat birasi ig'ir bir xatolik o'tkazgan bo'lsa, ya'ni aniq bir xatolik o'tkazgan bo'lsa, shariat nuqtasidan, aql nuqtasidan, millat nuqtasidan, davlat nuqtasidan buni jazo berish o'rniga, buni tanqid qilish, buni isloh qilish o'rniga uni mudofaa qiladigan, uni chapa yapadigan bu illatning shakllanishi bo'lsin. Yoki millatning bir butun siyosiy xaritasini pachaqlab tashlaydigan tar doiradagi guruhvozlikning shakllanishi bo'lsin, kuchli rol o'ynayotgan bu yuqorqi illat kasallar g'izolantirayotgan eng muhim omillarning birisi dal yana ijtimoiy aloqa uchur vositalari iborat. Buni insof bilan o'ylangan odam his qiladi. Ba'zi narsa bilmay qolib qolsa joyida uxlab qoladi. Bilmagandan o narsa to'xtab qolishi mumkin, yo'qolishi mumkin. Ammo bozor sanlayversa, tashviq qilinmayversa, qora narsami ba'zi vaqtda oqqa aylanmasimi, qora bilan oqning orasiga bir narsaga o'tib ketish ehtimoli bor. Bugun kunlarda ba'zi bir botil bo'lgan narsalar yoki xato bo'lgan narsalar oqmoq tashviq qilinish orqali xuddi haqiqatdek bozor sanalmoqda. Masalan, bizning aqidamiz zid keldigan, qimmat qarashimiz zid keldigan, musulmonligimiz zid keldigan, urf odatimiz, madaniyatimiz zid keldigan nachar axloqlar bor. Ammo afsuski bu ijtimoiy aloqa uchur vositalarining kundalik uni bozor sanalishi xuddi normal bir narsadek normal bir narsa aylanib qatgan ahvollarning misollarini bo'lsa, buni sanoqsiz ko'ra olamiz. Shunga bu nuqtada mayli shaxsiylar bo'lsin, yoki iqlimlar bo'lsin, yoki jamoatlar, yoki tashkilotlar bo'lsin, o'z orasida hal bo'lmagan masalalarni buni chiroyli o'tirib, ilmiy suhbat bilan hal qilishning o'rniga ekran oldiga chiqib olib, yoki mikrofonni tutib olib, deydi, yoki qaysi bir ijtimoiy uchur vositasidan foydalanib, Facebookga o'xshash, Twitterga o'xshash yoki WhatsAppga o'xshash yoki boshqa narsaga o'xshash. Bunaqa chiqib olib, o'zining qilayotgan ishining eng to'g'ri ekanligini bozor solgan. O'zining boshqalar tarafidan zulmga uchrab ketayotganligidan shikoyat qilgan. O'zi haq yo'lda bo'lsinmi, millat uchun, vatan uchun katta ulug' bir ishni qilmoqchi bo'lsin, millatning uni qo'llamayotganligidan dard to'kadigan. Yoki kichik bir ishlarni yo'g'on ko'rsatib, kishilarni mashg'ul qiladigan. Yoki o'zininki qilgan ba'zi bir ishlarni birdan bir foydali ish shuti qolgani foydasiz deb tasvirlaydigan. Buning o'xshash ko'rinishlar bu millatning ijtimoiy hamkorligini yoki ijtimoiy birligini buzmoqda, pachaqlab tashlamoqda yoki ig'ir darajada bu siyosiy kurashga ta'sir yetkazmoqda. Xo'sh. Shunga bu nuqtada xulosalab deymizki, bu ijtimoiy uchur vositalarining salbiy tarbiya xulosalab deymizki, bu tarozi to'xtamaydigan parcha sabablar tufaylidan qarindoshga ziyonkashlik qilish, qarindoshiga dushmanlik qilish, qarindoshiga o'chmanlik qilish yoki uning yo'liga to'salg'ulik qilish yoki urug' o'lash bu davlat qurish yo'lidagi yoki g'alaba qilish yo'lidagi eng chong ofatdan iborat. Siyosiy kurash yo'lidagi ig'ir illatdan iborat. Aqida iymon nuqsini ilib aytganchalik eng ig'ir jinoyat gunohdan iborat. Chunki nurg'un xalqning, nurg'un insonlarning manfaatiga ziyonkashlik qildi demak eng ig'ir kabair jinoyat bu. Qandaqdir bir yer birisidan yanlış qilib pulni olib olganlikni to'xtamaydi bu jinoyat. Bu shaxsiy xatoliklardan tugaydi. Bir sariq ichib olgan bo'lsa, cho'ng jinoyatmi, cho'ng jinoyat shariat nuqsini gunoh. Lekin necha million insonning manfaatiga ziyonkashlik qilsa, yuqorqi illatlarning biri sodir qilib, buning o'tkazilgan jinoyati kollektiv jinoyat bo'lganligi uchun uning shaxsi zina qilib solgan, hariq ichib solgan, yana bir jinoyatni besib tushir. Ig'ir jinoyat. Bu millatni bo'lashga, parchalashga olib boradigan ig'ir bir xatolik. Hem hamkorlik nuqsini tamamen yug'ishtirib o'tadigan ig'ir fojia iborat. Shunga
bu ijtimoiy uchur vositani qo'llangan vaqtida, mayli kameraga chiqsin, bizsa kamera tutsin, suratga tassin, yoki mikrofon chiqsin, yoki leksiya, yana bir narsa tutsin, buni alayda diqqat qilmagan vaqtida qildigan gap so'zlar, qimmat qarash, aqidaning ruhi, millatningki bir butun hamkorligi, prinsipal asos nuqtadan asos qilmagan vaqtda bu insonni yuqoriqidek eg'ir gunohga, xatoliklarga boshlab bordi. Buningdan mana ijtimoiy uchur vositalarininki o'chmanlik paydo qilish. İctimai münasebetlarda buzishda rolniki naqadar xatarli ekanligini bundan his qilyapman. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat. Haqiqatan deganlardek nihoyat bir hal qilinishi kerak bo'lgan bir ig'ir masala. Abaymi so'zlab o'tlar ba'zi bir ko'rib olaymiz deb. Shu uchur vositadagi shu ko'rinishlardan bir qancha misol keltirib o'tgan bo'lsak. İctimai uchur vositalari o'chmanlik paydo qilayotgan ko'rinishlarning misollari. Masalan, bundan 5-6 misal alaylik. Mesela qarindoshlarsiz. Nima uchun men qarindosh so'zini ta'kidlayman? Biz qarindoshmi, qarindosh emasmi? Mayli u tashkilot bo'lsin, bu jamoat bo'lsin, bu aqm bo'lsin, u qit'ada yotsin, bu qit'ada yotsin. Biz millat nuqtasidan bir qarindosh. Xo'sh. Aqida nuqtasidan bir qarindosh. Bizni taraf-tarafdan birlashtirib turadigan, bir-biriga bog'lab turadigan qarindosh bir millatmiz. Shuning uchun qarindosh so'zini ishlatamiz. Biz qarindoshimizga ziyonkashlik qilishni qanda qalbimiz ravo ko'rdi, qanda vijdonimiz ko'tardi, qanda tilimiz shuni ifodalashga bor. Shu bu so'zni alayda ta'kidlaymiz. Qarindoshlar orasida, aqmlar orasida yoki tashkilotlar orasida kichik bir masala yuz bergan bo'lsa, kichik masala, cho'ng masala ayrim gap. Cho'ng masalada prinsipal masala cho'ng turamiz. Boshqa xap bo'lsa, u ayrilmas. Kichik bir masala. Yoki oddiy bir uqishmaslik yuz berdi. Yuz bergan bo'lsa, bu o'zining navbatida, o'z yo'lida chiroylik. Ikki taraf, ikki odam o'zaro chayishib hal qilishning o'rniga darhol kamera oldiga chiqib, darhol internet oldiga chiqib, darhol WhatsAppda yoki to'xtamay tashviq qilish orqali qarshi tarafning yuzini to'kadigan. Kichik ishni yo'g'on ko'zda millatni zehnan chashib avar qilgan bu ko'rinishlar dal ijtimoiy uchur vositalaridagi o'chmanlik paydo qilgan alomatlardan birisi. Ammo afsuski ba'mudsi. Bir ish shunda yuz bersa, bu ishni taroziga solsa, shariatning tarozisiga, aqlning tarozisiga ya to'xtaydi yo to'xtamaydi. Bugun halolimiz halolimiz bir hafta bir oylik hal bo'lgan masala. Tashlab qo'ysa o'zlikda hal bo'lgan bir masala. Yoki ikkisi bir yerga kelsa, bugün hal qilib olgan masala. Ammo g'achchidlar bu nima chiqib ketgan ekan? Dunyoga taqatgan ekan, buni kontrol qilgani bo'ladimi? Jug'ishtig'ini bo'ladimi? Bu mas'uliyat nuqtasi. Biroz ekan to'xtalamiz. Ikkinchi bir misol, ba'zi bir so'rovlarda deyilgan so'zlar bor. Ama bu so'zlarni boshdan oxiri bir-birisiga bog'lab, tahlil qilib tushunmay, so'rin deyilgan gapning bir og'iz so'zni yoki bir jumla so'zni uzib eliblar, buning maqsadi manda. Buning ideyasi manda, buningki demakchi o'g'li manda deb qarshi taraf qarchaplaydigan. Darhol buni internet dunyosida qit'a atib tashviq qiladigan omil bu ijtimoiy uchur vositalarininki eg'ir darajadagi zararlardan birisi. Xo'sh. Yani bir misal alayım. Ba'zilar o'zining qilgan faoliyatini eng yaxshi faoliyat. Boshqalarning qilgan faoliyatini keraksiz, foydasiz, jonsiz faoliyat deb qaraydi. Maqsading nima deb buniki? Tegini tahlil qilgan vaqtda nima natijaga erishmoqchi? O'zingning qilgan faoliyatini eng to'g'ri faoliyat. Mak sog'lom bir xaritang bormisan ama eng yaxshi deydi. Yo'l xaritang aniqmisan? İdeyang aniqmi? Maydoning aniqmi? Qimmat qarshing aniqmi? Bayrog'ing aniqmi? Javob yo'q buni. Şu ardım başka. Hissiyat karakterlik gapdan başka narsa. Ama o'zining qilgan ishini hammadan ulug' boshqasini keraksiz. Maqsad nima? Tegi qarg'a vaqt atrof odam to'plash, mablag' to'plash, yordam to'plashdan boshqa ish chiqmaydi. Tegiga bor, maqsadga qarshi ishni. Xatolashmasin. Ama bu ko'rish bizning jihodiy ko'rishimiz islom atalg'isi bo'yicha yoki siyosiy ko'rishimiz adabiy atalg'im bo'yicha bu evlatdan eshib qolgan bir ko'rishmi? Oldimizdagi, ya bizda ilgirki dadimiz balki uning dadisini eshib qolgan bir ko'rish bu.
Yani hazır bu adamlardan neçe ming adam meydan çıksın eşip kalamdı, eşip kalmayı netişkan bunu fakat Allah bilir. Medlam kılabiliriz. Hemmeden kuch chiqasa, hemmeden bedel tökse, bedel төлese, endi netije chiqishi mumkin. Yani bizden eşip kalganımız görüş. Bunu tushunish lazım. Atçın mening kaynimdan mansa, mening to'lgan shu armas 2 oycha talaq qilib o'tib bilajak, 100 yillab davomlashib 100 yildan hal olmagan bir masala bu. Qanday bo'lib birisining kallasiga kelgan oddiy bir shuar bilan, vaqirash bilan bu masala hal bo'lsin. Bu imizlik sağgandan başlasın. Azraq millet eqilni etish lazım. Ang seviyaga ega bo'lish lazım. Yani bir misal, bu ijtimoiy uçur vasitalaridagi o'chmanlik paydo qilayotgan, birisi nasihat qilish to'g'ri kelsa, birisi qatalash. Bu nasihatning o'zining bir adab axloq qoidasi. Buni bir ayrim so'rinda, chiroyli usuldan nasihat qilib xato tutishning o'rniga bu nasihatni ayrim so'rinda qilmay, ikkidan oldiga chiqib degandikanlar bu nasihat qimmatni yo'qdir. Onun yüzüne tökeşke, itibarını düşürüşke, yani bir işler sebep oldu. Bu nasihatimiz tükedi. Bu mu ictimai uçur vasıtalarının ki münasebetimizi tutup ağan, ya ki işlerini ilgispes kılıp tutup ağan amillerden birisi. Demek bir kuralını cahit doğru işletmeye kapı kalsa, müteessir kuralını, düşmenge kartılgan kuralını, özünün dostluk arası cinayet olgandık, bu ijtimoiy uçur vasıtalar ibaret. Bu kuralım doğru işlemine kapı kalsa, del müteessir kuralındaki rolü koşu selbi rol oynayın. Bununla dikkat kılıştı geçtik. Yani bir misal alayım. İki taraf arası uçuşmaz düzben. İki şahs, iki dost, iki qarindosh, iki cemaat, iki teşkilat değil. Üzbergen bolsa Müslümanın mecburiyeti ıslah qilish kısmı. Yaraştırıp koyaş. Ve aslihu beynahuma boyunca. Eğer illet olgan bolsa pasiltish. Adli gap bo'lganimiz yo'q chiqarib buni yarashtirish. Bu Müslümanning qilishga ish. Ammo ba'zilar manfaatparastlik nuqtasini yoki shaxsiyatchilik nuqtasini ya qaysi bir nuqtasi bo'lsin, bu ikkisini yarashtirib, yaqinlashtirishning o'rnini yiroqlashtirgan. Ikkisining munosabatning uzilishi qarta sabab bo'lgan g'adati gaplarni, nachar gaplarni, xato ma'lumotlarni berib, taqimni ikkisini bir-biridan yiroqlashtirgan. Bu illat model ijtimoiy uçur vasıtalarının en ağır afetlerinden birisi. Bu meseleyi doğru tahlil qilmagan vaqtida ikki taraf bir-birisiga uchrashmay turib, "Ras, av andaq depdim meni." Bu ondaqcha qo'y dedi. Bu qilib, "Ash qo'y meni andaq depdim, mundaqcha qo'y" dedi. Bir-birisini ko'rmay turib, rostmi yolg'onmi ta'kidlamay turib, ikkisining munosabati 80% uzilib qoldi. Oraliqda rol o'ynagan men undan birisi ya suxanchilik bilan yoki g'aybati bilan yoki ishchi yomonligi bilan, ya hasadxo'rlik bilan, yoki g'olchiligi bilan ikki taraf buzildi. Demek İslam ahlak rayikimiz kelib chiqayotgan bugungi jamiyatga dal bo'layotgan reallik bu. Biz xiyoliy dunyo to'xtab jamiyatimiz bo'layotgan amaliy reallikni islom nuqtasida o'tirib qo'yapmiz. Yani bir misal, 6-cı bir misal. Bir fikirni yoki bir xato ishni tanqid qilyapti. Buni ilmiy usuli bilan isloh qilish niyatida, tuzitish niyatida ilmiy usulan ijobiy tanqid qilsa, bu güzel bir ish. Ama ijobiy tanqid bo'lmasa, yoki ilmiy usul tanqid qilmasa, zahardek so'zlar ishlatsa, yoki haqorat xarakterlik so'zlarni ishlatsa, natija nima bo'lsa, o qarshi taraf o tanqidni qat'iy qabul qilmaydi. Çünkü ilmiylikni yo'qotdi, ijoblikni yo'qotdi. Bu yer yuz berganda haqorat shakllandi, hujum shakllandi. Bu tanqid bo'lmaydi, hujum bu. Bugun jamiyatimiz yuz berayotgan illatlarning birisi. Demek bu yerda haqoratlash, g'alati tanqid bo'lgan vaqtida, ya'ni salbiy tanqid bo'lgan vaqtida qarshi tarafga bu nasihat olmaydi, balki azor berish bo'ladi. Zulm qilish bo'ladi. Qarshi tarafning salohiyatini bichit qilish bo'ladi. Bu mu ijtimoiy ushur vositalarininki keltirib chiqarayotgan natijalardan birisi. 7-ci bir misal, ba'zi bir ijtimoiy ushur vositalari bor. Cho'ng masalani o'tirib qo'ymaydi. Prinsipal masalaga to'xtalmaydi. Parcha-parat demisin bo'lgan, ikki taraf orasida jidal paydo qiladigan masalalarni qo'zg'ab chiqadigan bundan ushur vositalarimi yo'q emasmi? Masalan, bunga jiroqroq bir misoldan bizni olaylik. Chunki muayyan ba'zi o'ziga olib ketmaslik shu. Masalan, ba'zilar o'zi yashayotgan davlatdek maqtaydi. Xo'sh. Buning sababi nima esa, o'zining ideyasini bozorga solish. Mesela biz partiyachilarga o'xshash.
yoki ba'zi liberalizmchilarga o'xshash deydi. Yoki bo'lmasa odam to'plash, a'zo to'plash uchun o'zining davlatini maqtaydi. Boshqa bir davlatni yoki Uyg'urlar ko'p panolangan, aniq qilib aytgan chog'da Turkiyani qattiq ayiblaydi. Bu prinsipal masala emas, prinsipal masala emas. Bu ikki taraf orasida bir uqishmaslik demaydi, ikki taraf orasida bir ziddiyatga, rahatsızlık sebep bulamız, rahatsızlık sebep bul. Bu biat qandaqdir bir iqlimning masalasini demoqchi emasmi? Turkiyaga o'xshash nurg'unlagan Uyg'urlar quchoq ochgan, amallik bergan, xotirja bir fursat yaratib bergan bir davlat. Buni hujum qilish. Tegi qarasak, ya o'zining muayyan bir ideyasini bozorga solmoqchi, yoki etraf odam to'plamoqchi. Bu yerda bir g'alati bir ahvol bor. Ikki nuqtadan qaraylik. Ba'zida Turkiyani qattiq tanqid qildi, ammo to'xtamay Turkiyadagi odamlarni o'ziga jalb qilish o'rin. Bu mis Amerikada necha 10 minglab odam bor. Amerikada yashagan 10 minglab odam. Faoliyat qarsa 50 ga o'zi chiqib qolgani yo'q. Nima bu odamlar qilish, bu odamni sabki kirgizmaydi. Nima bu odamni bir hayot keltirib bir ko'rash yo'li kirgizmaydi. Yevropada necha ming odam, masalan, Gollandiyada 5-6 ming bor. Çıkıdığ adamı hüz ya güzemiz. Ya güz etrafı değil. Hepimizden derdi, teşkilat olsun, tarmağın İstanbul'da kuruş. Yani bir şey olsun kuruş. Yani adam uğurlaş, adam toplaştık bir gayret var. Türkiye bir bir yani hücum kılıdı, tayin edilmişlerdi. Bütün bazını bir yerde. Bu başka yani Uygur yok mu siz belki? Netçi mi alalım? Türkiye'de oposu Ahmet'te değilken, Belçika Ahmet'te, Amerika'da 5 yıllarınızda 2-3 ming demde işten torda çıkan hatalaşım, 1000 demde bir yılda bir nopos mu alanmagan, nopos emas bir yerlik, nemin mi alanmagan, 5 yıllarınızda yatkan ahvaldan bir. Lager şahitleri de. Ha, lager şahit. Ben başka bir aklıma akşamaz. Yani demek çoğunu bu mesele prinsipal bir meselemiz, prinsipal bir meselemiz. Çünkü biz men Avrupa'da yaşaylı, Asya'da yaşaylı, yana bir yerde yaşaylı. İmkaniyetimiz yetken miktarda köreş kılış. Hoş. Bu köreş meydanında qaysi bir devletten, kanundan qanchalik foydalanırsak, imkaniyetten qanchalik faydalanırsak şunu iş qilsaylik. Biz ba'zi narsani o'ylaymiz, ba'zi narsa xiyol qilamiz, ammo imkoniyat yor bermasligi mumkin. Qonun bir davlatning qonuni, yana bir davlatning qonuni o'xshamaganlikdan, yoki siyosiy tasavvurlar o'xshamaganlikdan, yo sharoit o'xshamaganlikdan o'xshash manfaat erishmasligimiz mumkin. Xo'sh. Ba'zi davlat bugun jiqroq etsak, ba'zi davlat ozroq qilishim. Ba'zi biz e'tibor qilmagan davlat ma'lum vaqtdan keyin boshqalardan jiqroq foyda berish mumkin. Shunga bu prinsipal masalani o'ttirib qo'ygan vaqtida buning o'xshash bir ahvol kelib chiqmaydi. 8 bir misal biraz açaylı bu ictimai uçur vasıtalarından salbi illetler. Her qanday vaqtda aqidaning manfaati, vatanning manfaati, millatning manfaati o'ylashilmagan vaqtida suxanchilik bozor topadi. G'aybat bozor topadi. Hasadxo'rlik, shuhratparast, menmanchilik bozor topadi. Masalan, bir ishni qilmoq bir iş qilgancha mush ishdan dinimga foyda yetkazam demay yetkazam, yani foyda bormi yo'qmi deb o'ylagan vaqtida. Foyda bo'lsa qildi, foyda bo'lmasa qilmaydi masalan birisi. Yani bir inson mush ishdan vatan millatim foyda bormi yo'qmi desa, foyda bo'lib qolsa qil, foyda bo'lmaz yana qilgan bo'lsa to'xtaydi. Demak, men har qanday bir ish qilgancha aqidamga vatanim millatim mush foyda bormi yo'qmi deb o'ylashilmagan vaqtida menmanchilik bozor topadi, shuhratparastlik bozor topadi, yalnız bozor topadi. Biz sana işte buzib etsak bir yer ziyan tartadığına Ahmet bilan Samet emas, millet ziyan tartadi, vatan ziyan tartadi, aqida ziyan tartadi. Natija shu yoqqa boram, shu yoqqa boraman. Bu ishdan keyin mana natijasi. Ma'al umur degan bir qoida. Buni tushunmaganda bundan o'xshab bilan nima bo'ladi deb davrdi, ammo bu millatning jihadi, millatning mujadalasi ko'rishi kichikkan sira bundan dat almina necha million odam turadi. Birisinden şöhretparastlikka, birisinden menmanchiligiga, yana birisininki mansabga, yana birisininki bir illati bor. Shunga ham ish qilganchalik bu nuqtani asos qilsa, deymi, demaymi, qilaymi, qilmaymi deb o'ylaydi aşkım. Yana bir misol olaylik. Ba'zilar yoki birasi o'zining bir ideyasiga yoqmaganlik sababidan, yoki o'zi yoqtirib ketmaganlik sababidan, yaxshi ko'rmaganlik sababidan, yoki bir shaxsini yoki bir aqimning fikrini uni hujum qilgan amillar.
Tabii bir yerde prinsipal meselede biz ortak gelişimiz lazım. Tarmak mesele, mesela tarmak fikirdi. İdare, teşkili, işler münasebetlik, o şekilde olsun, bu şekilde olsun diyen koşu, tarmak işler. Buna işte her xil yol tutsa, kemçilik bir mesele. Dinimizde mi, akılda mı, siyasette mi, Allah'ta mı? Demek biz yaxtı olğanlıq üçün hücum qıldıgan. Biz xoş yo'q olğanlıq üçün o haqiqatda bo'lsa, to'g'ri ish qilsa, adolatsizlik qilgan. Bu ijtimoiy uyushtiruv vositalarininki natijasi. Axirda bir misolni olay. Ba'zi bir ijtimoiy uyushtiruv vositalari bor. Boshqa fikrliklarga fursatni oz beradigan. Yoki boshqa fikrliklarga biroz siqib qo'yadigan, yo fursatni oz beradigan. Fikr qilish imkoniyatini ko'proq yaratib bermaydigan. Gruplardaki demakçimi? Ya mesela istiqlalga o'xshash. Ochiq. Istiqlal ya bu Xo'sh. Yer so'zlagan bo'lsam, mening meydanim aniq adam, kim bo'lsa davrdigan. Boshqa yaqimdiki, boshqa fikrdikilar fursat yaratib berish. Biroz saha yaratib berish bu yaxshi ish. Ya'ni kengroq berib o'tamiz, lekin taxmin kengaytish. Mening deydigan bir shart, kim chiqsin, kim so'zlasin, islom axloqidan ayrilmasin. Bir yer chiqib birisini haqoratlab tillash olib qolsa, uni fursat berish gunoh hisoblanadi. Biz shu prinsip bilan menvatimiz keladi. Gunoh hisoblanadi. Voy boshqa fikr fursat bermaydi. Keling so'zlang, fikrimizni bayon qiling, prinsipimizni tashlang, xaritani so'rang. Lekin boshqani haqoratlamang, boshqani uzun to'kmang, boshqani tillamang. Chunki bu gunoh. Agar uni fursat yaratib bersa, jazoni şahit oğulma günahkar, yarımsın günahkar olanda bunun günahkar ol. Demek ağzı bir bozulmaygan değil. Bir edep ahlaktan çetlenmeyen, milletine kıymet karşı hürmetleydiğen adam olsa, kaysa akımdan, kaysa kalıdan olsa, onun fırsat hazırlığı yaratıp verilse bu faydalık. Bu ictimai uçurası üstmedlikten görünüşlerinin misalları. Hoş köp rahmet. Hem de bir şeyde siz so'zlayotganda albatta yuqoridagi shu ijtimoiy uchur vositalardagi nurg'unlagan axlat fikrlardan hamda shunday har xil nima yushiringan qalayimqon qilish uchun qilayotgan ishlar bo'lish bilan birga masalan mayda tashkilotlar bo'lsin yoki bir ish qilayotganlarni ayblash masalasini hamda normalda ko'pinchisi buni o'ttirg'a qo'yib yoki bir tashkilotni ayblagan vaqtida biz millet bo'lishimiz bilan madamiki bu tashkilotlar Uyg'ur xalqining nomiga, Uyg'ur xalqininki nomini ishiltib turib, dunyoning narida bo'lsa faoliyat qilyapti. Sharq Turkistonda bizning davlatimizning ismini tilga elib faoliyat qilayotgan ekan, biz uningga har oyda pul bermasakmi? Aslida a'zo bo'lsa tashkilotlar mesela Turkiyada oylik nima haq to'laydigan badal haqqi. Biz bermasakmi bu tashkilotlar yoki bir o'zininki bir shirkat olmagan degan bütün bir xalqning nomini ishiltib turib faoliyat qilayotgan ekan, dunyoning narida bo'lsa Uyg'ur xalqi uning qilayotgan ishlarini to'g'ri ko'rganini, to'g'ri deb maqtagan bo'lsa, xato deganni yoki ayblaydigan nuqtalarni bilgan erkin dunyoda yashayapmiz. Ayblaydiganni ochiq ayblaymiz. Eni xato bo'lsa aytmish. Deb o'zimizning fikrni qo'ysak, buni fitna chiqadi. U bu deb masalan ularni fitna chiqaruvchilar qator, albatta fitna chiqaruvchilar ko'p sonliqni egallasimi? Ayıplaydigan yani bu qilganing xato, asli to'g'risi ma'vati deb qattiq ayıplaganlarni buni ham ijtimoiy uchur vositalarini xato qiluvchilar yoki o'chmanlik paydo qiluvchilar deyishimiz kerakmi bu turdagilarni? Buni ikkiga ayirish lozim. Bir shaxs, bir yaqin, bir jamoat, bir tashkilot bir ishni qildi. Bu ish qaraymiz. Agar bu qilgan ish biz musulmon bo'lishimizni har qanday vaqt ta'kidlaydigan. Xo'sh. Delil bilan qilgan bo'lsa, boshqa xatosi mang deb ketaveramiz. Biz ilohiy vayni asos qilamiz. Ya'ni bizga ilohiy vayni ishimiz yo'q bizdan. Islomda ishimiz yo'q, mang deymiz. Kim bo'lsa, maydonimiz aniq bu yerda. Xo'sh. Bu aniq masala. Aniqaydi, Qur'on sunnatning dalili yo'q. Aqliy manfaat asos qilingan ishlar. Shariatning maqsadlari zikirlanmaydigan. Mush ishni qilsa, siyosiy ko'rishimiz foydali deb qaralgan, aql, ong, tushuncha asosi manfaat deb qaralgan. Ya'ni ijtihod asosi deydi. Bu meselede payda veren ziyan ne çıkartım tas kılıp, ölçünüp, muş işte payda var dep kıl. Başkalar buna tenkit kıldı. Yani onu eyüplegen olsa, bu ijtihadi meselenin qatarı kıl. İjtihadi meselede bu taraf
ekkagan dalili, ko'z qarashlar kuchli bo'lgan bo'lsa, tanqidlagan yoki ayblgan tarafning dalili ojiz bo'lib qolsa, biz kuchli tarafning ijtihod tarafini olib ketaveramiz. Chunki siyosatdagi ko'plagan masala Qur'on sunnat dalil kelmagan bo'lsa, buning aniq bir qoida bo'lmagan bo'lsa, ko'pincha foyda bilan manfaatning selishtirmasi asosida ma'lum. Shariatning maqsadi zid kelmas sharti bilan bir şey. Xo'sh. Unda bo'lgancha bu foyda bilan manfaat masalasi, bu ijtihod masalasi, aql masalasi, tafakkur masalasi, ong masalasi, mantiq masalasi. Buni avomning nasl hammasi his qila olmaydi. Buni shariat ahli, siyosat ahli, tajriba ahli o'tirib bu ish foydali, bu ish xato deb buni dangsa, kelib chiqadigan foydali ziyonni belgilaydiganlar. Shunga tanqid qilgan taraf mush o'lcham tushadigan, shariat ahli bo'lsa, shariatni yaxshi tushunadigan, maqosidlar bilan tushunadigan bo'lsa, qatmal dogma ko'z qarashda bo'lmaydi. Siyosiy tajribadan bizsi maash mandaz yana ikkala deb o'zining kasbi bo'lsa, tajriba ahli bo'lgan bo'lsa, uni ilmiy usul o'tirib qo'yilgan bo'lsa, haqoratdan xoli bo'lgan bo'lsa, uni qabul qilsa, bu millatga foydali. Xo'sh. Bu tanqidni qabul qilish lozim. Haqoratdan xoli bo'lgan bo'lsa, tanqid ilmiy ijobiy bo'lgan bo'lsa. Endi bu tanqid dalilim yo'q, ijobiy emas, ilmiy usulga tushmaydi. Bizsin yoqtirmaganlik uchun keyin hujum qildigan yoki o'zining bizni bozorga saylab bilan egizpas so'zlaydigan qo'saq ummatlarimiz yo'q. Shariatni bilan shariat olim emas yoki siyosat olim emas, tajriba ahli emas bo'lib qolsa, ularga e'tibor bermay ketaverish lozim. Demak, yo'qdim bu odamda tashkilotlarmi, rahbarlarmi shu millat agar siz degandek bu turdagi niyatdagilarni albatta e'tiborga olmaydigan dunyoning narida bo'lsa. Millatga hisob berish masalasidanmi qilayotgan ishlarni masalan. Shunday bir fitnalar chiqqan vaqtida ko'rib tashlab parvo qilmaslik pozitsiyaga o'tib olishdan bakrak. Masalan, xato tushunib qilish ehtimolligi bo'lgan yuchuqni butunlaylam vaqti-vaqtida bayonot e'lon qilib, bu muhim. Echib etish ishning mohiyati bu deb. Masalan, biz musulmonlar islomimizda Xalifa Umar radhiyallohu anhu bir ikki kiyim taqsim qilinib qolganiga qarshi chiqib sizning gapingni bilganda mashab anglamaymiz deb uchuq diyalidi. Shu hamon ishning mohiyatini oshkorlab berdi. Bir xalifa bo'lgan Umar radhiyallohu anhu. Bu nuqtadan millatga masalan har qanday xato tushunib qilish ehtimolli bo'lgan yuchuqni vaqti-vaqtida etib tashlab o'tish va yoki ashunda fitna chiqargan hamon uningki oqibatida nurg'un inkoslarning yezilib, uning texnik ko'payib qor to'piga o'xshash yo'g'inishiga qarab turmasdan vaqtida bayonotini berish texnik to'g'ri yo'l emas bu. Bu sonun birisi. Birisi aynan tushundisimi? İzahat bilismi, yani o'zining qashonligini qilib zada binan deganim rostlaydigan bo'lib qolsa, uning ma'nosi. Lekin izohat talab qilingan masalada buning vaqti-vaqtida izohat berish, bu ishning jonlanishi, taraqqiy qilish uchun bu foydali. İctimai fikr vositalarida abaysil degandek ba'zi obzor yozgan masala tilg'andisilar. Masalan, bir maqoladek yozdigan bu yozuvchilarningki uchuq oshkor holatda bevosita biror fikr yoki tashkilot yo bir shaxsga yoki bir olimga gap qilishdan burun berib sizlarga o'zi bilan paranglashib masalani hal qilmay yezishni masalasini deylar. Bu adabiy obzorchilikda ular deydi-ki, u fikrni o'tirib qo'ygan yoki bir olim, ulamolar birligidagi yoki bir jamiyatning bir nimasi o'tirga u fikrni ijtimoiy fikr vositalari qo'yganligi uchun menmi uningga tanqidimni ijtimoiy fikr vositasida beraman. Xatoligini bir narsa yezib ba'zi qattiq tillarni ishlatib mesela adabiy obzorchilikda bor narsamda tilimizda. Adab axloqdan chatnamagan asosda, insofdan chatnamagan asosda. Bunda qilaman deb yezishi. Chunki u maxfiy yoki 4-5 odamning oldida demide butun dunyoning oldida e'lon qilgani uchun meningmi raddiya qaytarish so'rinim bu deb qaraydi mesela. Bir ikki nuqtaga ayirish lozim. Birisi ayrim so'rin deyilgan. Xo'sh. İctimai fikr vositalarida chiqmagan bir masala o'tirib chiqqan bo'lsa, buni bozorga solmasdan yoki bu nimaga jakalamasdan shu joyda hal qilgan ishning eng to'g'risi shu. Xo'sh. Endi bir masala o'tirib chiqdi. Qaysi bir sababdan tor dunyoga chiqdi yoki yozma yozildi yoki kitob yozildi yoki ikran so'zlar. U vaqtida bu kishilarga uqtirilmasa, u masala aniq bir xato masala bo'lgan bo'lsa, deydi. U masala uqtirilmasa, boshqalar xato tushunib qolish ehtimoli bo'lib qolsa, u vaqtida tanqid qilsa, tanqid ijobiy, ilmiy usulda bo'lib qolsa, buni olqishlash tegishli. Xo'sh. Masalan, bir misol olaylik. Doktor Yusuf Qarzayev rahmatullohi. Alloh razı olsun. Yaqinda o'lib ketdi. Cho'ng olimmiz. Xo'sh. Esimda qolishi 2005-2010 atrofida bu olimga
şagirdi deyli, şagird demesek mi? Öz sahasır kesbi olan bir tarihşunas alim var. Profesör Abdülhalim Uves deydi. Bir meselede bir talaş tartış yüz verdi. Bu talaşlar işgeleyle yazma arkalık. Mesela gazetelerde ya ki jurnallarda yazma öyle oldu. Ve Umavilerin tarihi doğrusu bir mesele. Belki Doktor Yusuf Qarzavi'nin tarihinden muftara alaydigan kitap qartilgan bo'lsa kerak, xatolaşmasam. Profesör Abdülhalim Uves tanqid qildi Şeyh Qarzavi'ni. İtabelli Şeyh Qarzavi. Umavilerin ishini oqladi bu asli tarixda oqlashga arzimaydi. Yazma arqalıq cavab verdi. Bu nima yazma bilan chiqqan bo'lg'ash bu yerliklar. Demak, bunun o'sha yazma bilan chiqqan yoki ekran chiqqan masala bo'lsa, uni tanqid qilish bo'ldi. Albatta bu yerda bu tarafninki yazmasi, bu tarafning yazmasi qarsa, insofdan chetlanib yo'q, adab axloqdan chetlanib yo'q, ilmiy usuldimiz ilmiy usul tanqid. Buni hurmatlash kerak edi. Haqorat varmız, haqorat yo'q. Demak, ma ish to'g'ri, ma ish xato. Biz ma to'g'ri, ya'ni biz mandaraq dedi. Onu elbette alkışlaştık geçtik. Edep ahlaktan çetnemese, insaftan çetnemese. Hoş. İşte meseleni ayrı karaş paydı. Hoş. Ondan sonra uçur vasıldaki ölçmenlik şu hitabının tarih kılış sebepleri ne olsun canım? Buna tarih kılış sebepleri de mi? Cık bir sebepler var. Buna belki bir 4-5 sebeplerin paylaşayım. Birinci sebep iman terbiyesinin acizlik. Ahlak terbiyesinin acizlik. Bugün cemiyetimizde kayma koş, birbirisini yaman köreş, birbirisiga oruk olaş, birbirisini yaratmaslık diyen koşu illet boğanımız bunun tegi mentası imanınki ülegliki. Çünkü iman callak olmaz, Müslüman üstündeki hakkını sözlüge vaktılan bir yer ağzını jumuş lazım. Şundan şuna gelmez mi? Hoş. Yani Müslim, ahul Müslim, la yazlimunu. İman terbiyesinin acizliği. Ahlak terbiyesininki bağlı yo'qnarsız bo'lishi. Uningda muhim qalb terbiyesining, qalbni paklash terbiyesininki pas-pala chiqib qolganligi yo'qligi. Eng birinchi omilmiş edi. Madrasadan chiqqan bo'lsin, chiqmagan bo'lsin, ahlak terbiyesi bormi yo'qmi? Qalbni paklash terbiyesi egimi emas buni qarash lazım. Başka bir madrasadan chiqqan bo'lsin, boshqa aqim chiqqan bo'lsin, iymon terbiyesi oldimi, olmadimi? Ahlak terbiyesi o'rgandimi, o'rganmadimi? Bu kalbini paklaydigan bir ilim var, bir Müslüman'a yarışa. Buna egimi emas, buni qarash lazım. Şuna bilan birlikda buna ong sapasi. Siyasi sezgurlikning tövelligi. Bu ikki nokta iman, ahlak, qalb paklash terbiyesining yo'qligi yoki ojizligi, endi ong sapasi va siyasi sezgurlikning tövelligi bu ijtimoiy uchur vositalar o'chmanlik paydo qilayotgan eng chong omil. Masalan, qaraydigan bo'lsa, bir inson iman ojiz bo'lsa, ahlak aciz olsa, kalbini paklaş terbiyesini almagan olsa, bunun ong sapası töven olsa, siyasi sezgürlük yok olup kalsa, demiş yüz birdi? Ölçmenlik payda kılan illet sadır buluş mümkün emas, mümkün. Demek ölçmenlik payda kılan illetten hemmesi düş kılır. Menmençilik değil, riyakorluk değil, şöhretperestlik değil, mensepperestlik değil, hemmesi düş kılır. Hoş. Hem bilip bilmey bu naçar illetlininki bazar çıkışına ya köpeğişine o hes koşar kalır. İkinci amil, bu tarixal sebep, ölçmenlik hitabından çıkan sebep, nama'lum şahslar tarafından taqiqlayotgan bir ideyadır. Yoki siyosiy nazariya. Nazariya emas, nazariya deb atadimi? Yoki psixika. Yani nama'lum şahslar tarafından taqiqlayotgan ideyaviy hujum, siyosiy hujum deyil nazariya demek. Siyosiy hujum ve psixik hujumlar var. Bu hujumlar sebebinden jamiyatda ma'lumot qalayimqanchiligi yoki xato ma'lumotlar kelib chiqadi yoki ko'payib ketadi. Ham avomni nas qarasak, bu yer gangrab qol. Ma'no degani to'g'rimidi? Ma'no deydi. Birisidan o'rnini qaraydi, birisidan unvoni qaraydi, birisidan mansubni qaraydi, gangrab qol. Bu yerda ma'lumot xato. Unisiga bu yer o'ttirib tashlangan bu hujum, ideya bo'lsin, siyosiy bo'lsin, psixik bo'lsin, noma'lum shaxsdan chiqqanligi uchun buni tagini bir tekshirib boqaylik. Ay, egisi qarab turib bu gapning to'g'ri xato ekanini belgilasa, uning egisini topib qo'yilmaydi. Demek bu yerda noma'lum shaxslar tarafidan chiqayotgan psixik hujumlari, ideyaviy hujumlar va siyosiy hujumlar bu jamiyatda o'chmanlik paydo qiladigan ikkinchi darajalik omil. Chunki kimligini belgilanmagan ekan. Qarasak, ideyaviy gapdan biz bozor chiqdi. Siyosiy nazariya deb gapdan biz bozor chiqdi. Salohiyatga qarasak hukm. Psixika deb bijmi o'ttirib chiqdi.
Tegini tekşürüp bakılı bu sağlam adam mı, azgın adam mı, Xitayning g'altisi mı, yoki normalmisi fikrinmi? U vaqtda bu yerda o'chmanlik paydo qilamiz, paydo qilamiz. Chunki dushman davomli bu yerda aniq, "Men aroqni iching" degandek ondaq yerda emas, atrofini cho'g'iltib shu xatolikka boshlaydi. Ammo aroqni ko'plagan avom nasl misol qilishim, buni bilsimiz, xato qanday etkazimi, harom deymiz deganda keskin turalsimi? Ammo fikr hujumida, ideya xarakterli hujumida buni jiqlagan musulmonlar savossiz bo'lgan, ongsiz. Hattoki madrasa o'qib chiqqan, hatto ba'zi universitetni putkizgan o'quvchilarmi, islom fakultet putkizgan o'quvchilarmi ideya jihatda ideya sog'lom bo'lmagan odamning kaynida chapankashlik ko'rayotganligini o'z ko'zimda shohid bo'ldim. Bu ideya hujumiga uchganlikning natijasi. Sen kimsan? Nima o'qiding sen? Bu seninki o'qigan nechvangiz egallagan ideya bilan sen kaynida chapankashlik qilib yurganning ideyasi o'xshamda o'xshamamdi. Seninki tutib mangan ilohiy va yo'ling uyg'un kelamki. Bu o'lcham yo'qmi unda? Va valda al mizon degan o'lcham yo'qmi? Bu ikkinchi narsa. Xo'sh. Üçüncü sebep yaman ko'rsatilgan, sertleştirilgan, itibarsızlaştirilgan degandek temalar salohiyat aniq bo'lmagan, shaxsiyati ro'shan bo'lmagan noma'lum kishilar tarafidan qarqalsa, bumi o'chmanlik sabab bo'ldi. Ammo bu yerda noma'lum shaxslar bir xil emas. Bu uch xilga bo'lishga bo'ldi. Balkim jiq bo'lishi mumkin. Men uch xil deb qarayman. Birisi birisini yomon ko'rsatilgan, birisini e'tiborsizlashtirish, birisini sertlashtirish urinayotgan noma'lum shaxslarning uchga bo'ldi. Buning birisi Uyg'ur tillik Xitoy istixborotining g'olchilari har soatdagi. Madrasa ichida bo'lishi mumkin. O'limaning ichida bo'lishi mumkin. Ziyolining ichida bo'lishi mumkin, siyosatchining ichida bo'lishi mumkin, tashkilotning ichida bo'lishi mumkin, avomul nas baqqal yanimsida bo'lishi mumkin. Har soatga Uyg'ur tillik Xitoy istixborotining g'olchilari. Bular bir-birisi hujum qo'zg'aydigan, bir sertlashtirgan, bir e'tiborni tushiradigan. Chunki halol harom yo'q. Bu vijdonini satgan, millatini satgan, vatanini satgan, aqida satgan bu mal'ullarda nima e'tibor bor? Shunga har qanday rezil ishlar qilamiz. Suni leyildir, loyiq qilib millatni o'ziga o'xshash hammani xoin qilib o'tish. Qo'polroq talaffuz bilan yoki jonliq talaffuz qilib aytgan vaqtida. Bu birinchi turdagi noma'lum maqsadlar, tor dunyosidagi. İkinci so'ragan noma'lum ism qo'llanganlar. Bular fikriy jihatdan yoki idoriy jihatdan yana birisi bilan kelishmaydiganlar. Ya fikr jihatdan kelishmaydi yoki idoriy tashkil jihatdan kelishmaydi. Bu yana bir tarafdan fikri yoki idoriy jihat kelishmaganlik uchun hujum qilish uchun qarshi tarafga o'zining fikrini bazoq solib, o'zining ustida o'ringa chiqib yoki qarshi taraf hujum qilish uchun bu noma'lum ism qo'llandi. Majhul ism qo'llandi. Nima qilsam men o'ttirib chiqib qolsam, mening gapim aqmaydi yoki eg'irdan qutqish qo'yman deganimi bilan o'ziga chumpal taqab, o'zining ismini yushirib, noma'lum ism qo'llandi. Bu ikkinchi turdagi odam. Yana uchinchi turdagi bir odamlar bor. Bu odamlar biz bir yaqin azab bo'lsin yoki bo'lmasin, bu prinsipal masala, tarmoq masalani farq etmaydigan. To'g'ridan xatoni farq etmaydigan odamlar. O disi ko'pincha yo'q bunday emas deydi. Bu ba'zi bir xato masalalar va oydin, masalan, aroqning haromligi, g'aybatning haromligiga o'xshash oshkora. Bu siyosiy masalalarning ko'pincha ijtihodiy masala bo'lganligi uchun buningki foydalar xato o'lchami avomul nasning kallasida ro'shan emas. Avomul nasning qo'ldan kelmaydi bu. Buni shariat ahli, siyosat ahli, tajriba ahli belgilaydigan narsa, ma foydalar, hozir ma foydasiz degan. Bu ko'pincha odam qarasa bu prinsipal masala qaysi, tarmoqliq masala qaysi uni bilmaydi. To'g'rilik xatosini bilmaydi siyosiy kurash. Lekin bu tarafbaz. Ya buning tarafida, ya uning tarafida. Bu faqat tarafbaz bo'lganlik uchun o'zining tarafini kuchlantirmanda noma'lum ism qo'llanib to'rda bir-birlarga mushatib bir-birlarga po'chilik qildi. Xo'sh. Bu shu 3-4 kun. Bundan yuqorisiga o'tmasak, menimcha ko'p sonliqni egallaydigan noma'lum ismdagi yazarlar, yazmanlar, uçur sahipleri ve başkalar bu köpünçler yaman göz, itibarsız, sertleşir olduğunu öyle kaldım. Hoş. Dördüncü bir sebep şahs olsun, yoki jamiyat olsun, yoki erkin olsun, yoki tashkilot olsun, bu mas'uliyetsizlik. O'chmanlik paydoga sabab bo'layotgan omilning birisi, mayli shaxs olsun, erkinda olsun, tashkilotda, jamoat olsun, mas'uliyetsizlik ve axloqninki chekinganligi
cemiyetimizde öçmenlik hitabınınki evcilişe sebep olmakta. Bu mesuliyetsizlik şahsım mı? Toxtab duram, ben bu gapni desem, bu aqidamga payda ekelemde ekemmin. Bu siyasi köleşki payda ekelem ziyan ekemmin. Onu ölçmeylem, kallam, keldi deplam, vaqıraydigan, jo'laydigan ahvol ko'p bugun kunlikda. Mesuliyetsiz, o'zidan qiygan gipidan, o'zidan qiygan uchun mesuliyetsiz. Ertinin bo'lsa mayli uning kallasi. Bugun qilib olsa, bugun shuni deb olsa, cho'ng ish qilgan bo'ldi, lekin ma ish ma millatning taqdiriga, ma vatanning taqdiriga, ma millatning qimmat qarshi qanday natija ekkanini uni bilmaydi. Buni maqosid deymiz. Xo'sh. Ishning maqsadini bilmaydi. Shakli bilan aytishda maqsad qarmaydi, natija nurg'un balay musibat, xafalikka sabab bo'ldi. Bizda misol olaylik. Ba'zi bir tashkilotlar bor. Ba'zi bir mas'uliyatsiz. A'zolariga ega chiqmaydi. A'zolari xatolasa, rasmiy a'zolar, mening a'zoyim degani bizsa, viski bergan, unvon bergan, marka bergan deydi yoki ismini atagan deydi. A'zolari xatolasa ega chiqmaydigan mas'uliyatsiz, tuyg'usiz. U yerda bu xatolik tarmoq masala, ijtihodiy masala bo'lgan bo'lsa, ayrim bir gap. Lekin aniq bir xato bo'lgan bo'lsa, mau xatolashdi bu yerda. Biz bunda apul so'raymiz. Ma bizning a'zoyimiz bu yerda menda xatolik o'tkazdi, millat kechirgaysizlar. Bu jamiyat tashkilot o'zdimisimi mas'ul bo'lganligini nimani so'zlatish lozim? Jazolash lozim. Shu xatolik o'tkazganni wala taziru wazratun bizga uxra. Bizning xatoligini yanada tushganmaydi. Demak, kim xatolasa shu. Lekin bir tashkilot a'zo bo'lgan odam o'z xatolashgancha tashkilotini bilan so'rab ma'lumotligini, tashkilotning bir ziyon ekilganligini o'ylash lozim. Nima men degan erkin odam diginimni qilmayman. Bu haliqi shaxsiy yalang'oyoq qahramon bilan tashkilotning yoki birlikninki yoki bir aqlning ichiga kirgan vaqtda farqi bor. Shaxsiy mas'uliyatli kollektiv mas'uliyat. To'g'ri, bir narsadir. U mas'ulni o'z ustiga dastlab oladi. Lekin u a'zo bo'lgan, mansub bo'lgan tashkilotni uningdan falonining adami mandaq qildi da zahmiga uchraydi. Demak, bu yerda tashkilot a'zolari xatolasa, aniq xatolasa, millatni qaymoqtirdigan, millat zarar bo'ladigan, siyosiy ko'lash zarar bo'ladigan, bunda xatolik qilsa, bunga tashkilot rahbarlari sukut qilib turib olsa, beshini ichiga tiqib, to'g'ri qo'shib boshlash. Bu tashkilotdagi passivlik. Tashkilotning mas'uliyatsizligi bu. İdare tuzumninki ebgaligi bu. Xo'sh. Axloqiy, ijtimoiy kasaldan iborat. Buning bir misolini bizda olay. Abiyatini haqasini misol qildim. Xo'sh. Sen kengir fursat yaratib bergan. Endi bu o'zining a'zolariga mas'ul bo'lmaydigan, o'zining a'zolari millatning aqidasiga hujum qilsinmi, millatning kimligiga hujum qilsinmi, millatning qimmat qarshi uchurishini hujum qilsinmi, yana appoq balamda uni to'g'riga chiqarib millatni xatolashtirgan, boshqalarni tanqid qilgan, o'zini mudofaa qilgan odamni yo'q emasmi? Ayndaq tashkilot yo'q emasmi bugungi kunlikda? Masalan, qurultoy dal buning misoli. O senin a'zoying xatolasi, eni xato. Nima tanqid qilmaysiz? Nima tuzatmaysiz? Nima to'smaysiz? Masalan, islomdan ikkinchi manbasi bo'lgan sunnatni inkor qilgan cho'ng azg'on qurultoyga a'zo. Sen kimga xizmat qilmoqchi? Islom dushmani bo'lgan odamni tashkilotlarga bir nima qilib, kimga xizmat qilmoqchi? Yana biz qo'yib islomning bijnimisiga hujum qildi. Yana bir a'zosi, yana bir hujum qildi. Qanday tashkilot sen? Bu aniq deyish kerak. Xapulisin, xapulimisin. Gap bo'lsa desa bo'ldi. Xo'sh. Maydonimiz aniq. Biz islom da'vat qilish bizning majburiyatimiz. Men islom da'vatchisi. Islom hujum qilgan, islomni qimmatga hujum qilgan yer men bu. Mayli ma'rif tashkiloti bo'lsin, qurultoy tashkiloti, yana biz bo'lsin. Mening vazifam islomni to'nishtirish, islom maydonida mustahkam turish, mudofaa qilish. Bu yerga kelgancha qurultoyda 4-5 a'zosi men to'lagan ig'ir mas'uliyatsizlik bu. Bir xatolik o'tkazsa tuzitish, tanqid qilish nimasi yo'q, ifodasi yo'q. Xo'sh. Bu naqadar bir mas'uliyatsizlik. Bu qanday a'zolik, qanday mas'ullik. Bu o'chmanlik, jamiyatda o'chmanlik xitob paydo qilayotgan omillar. Bundan boshqa omillar bundan ko'paytirsak, Xo'sh, xo'sh. yetarli deyman.
Köpten köp rahmet Allah razı olsun. Ahirden de şu uçurvastırdaki bu türdeki mesela göçmenlik, hitabıga takabul duruş çağrılardan bir qancha sözler tüketken bolsak. Endi göçmenlik Xitoyni paydo qilayotgan omillarmi jiq. Buni taqobil turish uchun bir necha xil chorlarni o'ttirib qo'ymay bo'lmaydi. Bu chorlarning birinchisi tonilgan o'lim hali. Vaiz yo'q mana qator. Men o'lima degan vaqtimda. Mayli o'zini mahsum deb atavasin, damalli deb atavasin ishimiz. O'lim hali. Ama abs bugungi kunlikda vaizlar jamiyatga egizpas qilib bordi. Tonilgan o'lim hali sağlam andaki yoki sağlam ideyadaki akademiklar orqali sağlam fikrlarni qanot yaydırıp jamiyatninki ang saviyasini yükseltish birinchi yo'l. Xo'sh. Tanilgan olimlar va sağlam fikrlik akademiklar orqali to'g'ri o'ttir halliqqa ega fikrlarni o'ttir tashlash orqali jamiyatninki fikrini isloh qilish. Bu birinchi yo'l. Bu o'chmanlikni yug'ishtirishni, o'chmanlik yug'ishtirib millatni hamkorlashtirish yo'liga boshlashning. Xo'sh. Ikkinchisi ijtimoiy ushur vositalarda. Qanday vosita bo'lsin? İslam axloqi rioya qilishning farzligini eslatish. Kim bo'lsin? Musulmonmisan? Axloq rioya. Shuningdek bilan birlikda boshqa bir musulmonningki izzat obro'yi chaqirishning harom ekanligini uni xotirlatish. Bu ikkinchi muhim. Üçüncü muhim nokta ilmi seviyesi töven boğan vaizlarının dini sahada yetişip çıkan emas, dini sahadaki ilmi seviyesi töven boğan vaizlarının dini noktaları petva verişige, siyasetin prinsipal çoğu meselelerde sözleşik fırsat yaratıp vermezlik. Çıkıran yani bu şu vasıtalarda fırsat yaratıp vermezlik. Sorun hazırlayıp vermezlik bu vaizler. Çünkü onun ilmi seviyesi töven boğanken o payda eklenmeydi o. Xo'sh. Qalaymakan qildi, egizpas so'zlaydi, prinsipal masalani buzitib o'tirdi, dinning maqsadiga, siyosiy kurashning maqsadini buzib bu. Bu foyda emas. Shu eng yaxshisi uni fursat bermaslik lozim. Shuning bilan birlikda bu ziyoliy sohasidagi vaizlar bor. Ma diniy sohasidagi vaizlarga o'xshash, bu ziyoliy sohasining bir vaizlar bor. Jiq bu vaizlarmi oz emas. Bu vaizlarning bir qismini qarasak, millatning kimligi bilan aytishadi. Millatning qimmat qarshiga hujum qildi. Millatningki tarixini, medeniyetini hürmetlemeydiğen vaizlar. Bu vaizlarını prinsipal meselelerde, siyasi prinsipal meselelerde gap qilishga bu vaizlarını ziyade sübetlik sahtibaz vaizlarını fırsat vermesi lazım. Bu ikki türlü vaizlar tam takabül turish lazım. Yani ikkisini tam joyi o'zining maqomini tushirish lazım. Vaizlikni to'xtasin. Bu sen to'xtaladigan masala emas deb uni fursat vermesi. Leksiyasi o'rni bo'lsin, yig'in bo'lsin, qurultoy bo'lsin, cho'ng bir sempozyum ve aşınıl qo'shib binasi fursat vermesi bu vaizlar. To'rtinchi bir chora har qanday sohada prinsipal masalalarni o'tirib qo'yish. Har qanday sohada islomning manfaatini, millatning, vatanning manfaatini o'tirib qo'yish. Bu birlashtirgan nuqta. Tarmoq masalalarni orqa surish yoki o'tirib chiqarmaslik. Bu o'chmanlikni paydo qilgan narsa tarmoq masala chiqadiki prinsipal masalada chiqmaydi agar ittifoq kelgan vaqtida. Beshinchi omil, beshinchi vosita ijtimoiy ushur vositalarida o'rtaqlasha oladigan nuqtalarni ko'plab o'tirib qo'yish. U tarafdan bu tarafdan. O'rtaq nuqtalarni o'tirib chiqarish. O'rtaq kelmagan nuqtalarni kechiktirib sovuqqonliklarni qilish. Ammo masalani ilmiy salik odamlar ustal ustiga to'kib o'rtaq keladigan nuqtalar qaysi, o'rtaq kelmaydigan nuqta qaysi deb ayirgan vaqtida o'rtaq keladigan nuqtalar o'rtaq kelmagan nuqtadan jiq chiqadi. Ko'p chiqadi. Ammo mushli qiyg'uni nimagalig'i uchun xuddi ikkisining orasida oqtog'ilgan qartog'liq o'xshash bir tog'vadiki o'xshash, bir yer o taraf ayirmaganlik uchun bu fursat qo'ldan ketmoqda. Oltinchi chora islomning apuchanlik va keng qo'saqlik axloqini qanot yatirish. Har qanday vaqtda keng qo'saqlikni, apuchanlikni bo'libdi. Faqat oyatning hukmi bo'yicha, hadisning hukmi bo'yicha ikkinchi qatim xato qilmas, ikkinchi qatim bo'sh qilmas. Keng qo'saq bo'lish. Yettinchi bir chora fikrda kelishgan ba'zilar bor, fikrda kelishmaganlik uchun yoki uni qo'llashmaganlik uchun qarshi taraf yomon ko'radigan. Ya qarshi tarafning yuzini to'kadigan
ya qarshi tarafni xoinga chiqarib o'tadigan. Bundan illat bormasa, nimadan kelib chiqdi desa, shu bir shaxsini yoki shu aqimni yoki shu tashkilot qo'llamaganlik uchunlar, ya shu fikrni qo'llash bermaganlik uchunlar, ya yomon ko'rdigan, yoki xoinga chiqarib o'tadigan, yoki uni uzun to'kib o'tadigan bunday bir ig'ir darajada illat mavjud jamiyatda. Shu bu illatni nachar illat yug'ishtirish uchun bu talash tortish yuz bergan chog'da qanday qilish lozim degan islomning bir ko'rsatmasi bor. Talash tortish qilib. Bu masalani o'ttirib chiqarish lozim. Talash tortishni qanday hal qilishga qoidalarni o'ttirib qo'yish intayin muhim. 8-chi bir chora birisini tanqid qilgan vaqtida insof bilan ilmiy usulda tanqid qilish. Tanqid qilgan chog'da shaxsiyatni tanqid qilmasdan, fikrni tanqid qilish va xato qilmishni tanqid qilish. Xo'sh. Ama afsuski shaxsiy tanqid qiladigan ahvollar bugungi kunda tanqidning usulligi tushmaydigan ahvol emas. Endi tanqid qilgan chog'da o'ttiral yo'l tutish. O'ttirallik har qanday yerda muhim o'rin turadi. Tanqid oshirib o'tgandan keyin bu mubolag'alashtirgandan keyin yoki haqorat qildi yoki boshqalarning haqqiga tajovuz qildi, natijada bu tanqid o'zining qimmatini yo'qotib qo'ydi. Xo'sh. 9-chi ijtimoiy uchur vositalarida noma'lum shaxslar tomonidan tarqalgan uchurlarga ahamiyat bermaslik, parvo qilmaslik. İctimai uchur vositalarida shaxsiyati aniq bo'lmagan, salohiyati aniq bo'lmagan shaxslar tarafidan chiqqan yozmalarni e'tibor qilmaymiz. Kim bo'lishi kerak? Atrofidagi odam bilamiz, u bilmaydi. Masalan, ba'zi bir odamlar bor. Nima ism qo'llanadigan, boshqa bir ism, ammo atrofida jiq odam bildi. Masalan, misolni Bilal Bilal Azizi. Mesela bizden ölemalar birligideki a'zolar hammasi bildi. Endi jamiyatdagi siyosiy sohadagi ko'pinchisi bildi adam. Lekin ma'lum bir siyosiy sababdan o'zining ismini qo'llandi. Bu tanishdi qarab, yoshsin. Lekin atrofidagi odamni tonimagan ayda bir odamlar bor. O'ttirib chiqib olgan, boshqa ism qo'llangan, noma'lum ism qo'llangan ba'zi yoz. Bu odamlarga e'tibor bermaslik kerak. Parvo qilmaslik yozmalar. Nimish qalsa? Chunki biz u odamdan adil odammi, adil emasmi, to'g'ri odammi, xato odammi, insofli odammi, insofsiz odammi, bu taqvo odammi, fosiq odam bilamdi? Bilmaymiz. Chunki oyat karim biz ko'rsatib, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binabayn fatabayyanun. Dastlabda tekshiruvni xabarni. Biz u tekshirish uchun u odamdan salohiyatini bilmasak, kimligini bilmasak qanday tekshira olamiz? Xo'sh. Davog'anchada bu salohiyat aniq bo'lmagan, to'lmagan bu noma'lum ismdagi odamlarning uchurlariga buning yozmalarına qat'iy e'tibor bermaslik. Bu o'chmanlikni yug'ishtirishga chorlarniki 9-chi. 10-chisi ijtimoiy uchur vositalarida quruq gap so'z qilishdan keyin xato ekanligini, harom ekanligini, bu ishning insonni dunyo oxirat halokat boshlab borganligini har vaqt eslatib turish lozim. Chunki Qur'on karim musulmonlarni qattiq ogohlantirib, innallazina yuhibbuna an tashiyal fahisha fil lazina. Musulmonlar jamiyatida, musulmonlar orasida sadqiliqni, sadgap so'zlarniki, nachar illatlarniki, yomon illatlarning avjilishiga sabab bo'ladigan bu odamlar dunyoda oxiratda jazosini yeydi. Eng oxirgi chora har doim Allohninki buni oyatini hammamiz eslashimiz va eslatib turishimiz to'g'ri keldi. Oyat karimda va qul li ibadi yaqulul lati ya ahsan. Bandilarim degani, menga banda bo'lsa, musulmon bo'lsa, mu'minlik da'vosi bo'lsa, musulmon da'vosi bo'lsa deganki, bu davomli ahsan, yaxshi gap qilsin. To'g'ri gap qilsin. Bu shariatning ro'yiga, shariatning maqsadi tushadigan gaplarni qilsin. Nima ish qilsa, shayton davomli qayapishini musulmonlarni bir-biriga salaman deb, musulmonlar jidal tariyaman deb, o'chmanlik paydo qilman deb, bir-birisiga bir-birisidan izzatlik chaqirishga, bir-birisidan qiynoq chaqirishga shayton davomli qush kiritib turdi. Davomli hasadxo'rlik bilan, shaxsiyatchilik, manmanchilik bilan shayton bir rol o'ynaydi. Bandalar ham ahsan gapni qilgan chog'da, to'g'ri gapni qilgan chog'da ahsan bo'lish uchun gap to'g'ri bo'lish lozim, shariatning ro'yiga uyg'un bo'lish lozim, adab axloq uyg'un bo'lish lozim. Demak, buning uyg'un bo'lgan bu gap go'zal bo'ldi. U vaqtda shaytonning bu ilmi kirsa, chorlari kar kelmaydi. Shuning bu oyatni eslasak, oxirida bu yuqori vositalar bilan bu ijtimoiy uchur vositalar o'chmanlik paydo qilayotgan, dushmanlik paydo qilayotgan bu ishlarniki oldin og'ir bo'ldi deb qarayman. Ko'pdan ko'p rahmat. Alloh razı olsun. Hurmatli fikr bilan. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib 107-sonimizning oxiriga kelib qoldik.
hakikaten naiti bir-birinden güzel temalar tilga elindi. Bunun üstüge bir gap kılışına hacet yok. İnşallah başka yöndaşlarımızla bir hem bahirleşip bu sözlengen durdanlarını tegişlik hazım kılıp şunun göre amel kılışka müyesser kılsın dep dileymiz. Allah ömür verse yana bir katımlık aldığımız gaptaki programımızı yüz görüşükçe aman boğayslar. Bugün birazdan keyin saat 6'da başka bir programımız var. Şu yerde görüşükçe aman boğayslar. Selamun aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.